Ana, sizga savol jiyan. Ha. Buna nechi pul? 10 ming. Ha, 10 ming, mana 10 ming. Ha, 10 ming. Ha, buna nechi so'm? 20 ming. Dükkan qo'shgan nechi so'm bular? 30 ming bular. Ha, bunachi? 2 ming. Buna 2 ming nechi so'm? 4 ming. Ha, bu qo'shgan nechi so'm bular? Ha shu. 6 ming. Yo'q, qo'shgan nechi so'm bular? Mana shu 20 ming, 30 ming. Buna qo'shgan nechi pul bular? 40 ming. 40 ming. Qayerdan 40 ming bular? Buna 2 ming so'm. Ha. Buna 2 ming so'm. Nechi so'm bular dükkan qo'shgan? 60 ming. Yo'q, bo'lmasa pul yo'q. Biqazim. 60 ming. Hozir sen ayt, bek. Voy. Mana, buna nechi so'm? 20 ming. Buna nechi so'm? 30 ming. Buna qo'shgan nechi so'm bular? 12 ming. Yo'q, sen savol. Nechi pul bular mana shu? Qo'shgan nechi pul? Voy. 40 ming bular. Buna 10 ming, buna 20 ming. Qo'shgan nechi so'm bular? 21 ming. Yo'q. 42 ming. Dükkanga pul yo'q bo'lmasa. O'zingiz ayting qani? Yo'q, men. Uchidan aytsangiz? Yo'q, men. Uchidan. Buna 20 ming. 20 ming. 30 ming. Buna 2 ming so'm qo'shgan nechi so'm bular? Siz ayting qani? Men o'ylasam nima qilaman? Men 32 ming bo'lar buni. Mayli, men aytdim. Ha, bo'ldi. Buni 2 ming yana qo'shgan nechi so'm bular? 33 ming. Tentak buni 2 ming so'm. Buni 2 ming.